Rossiya bugun tahdid, Yevropa uchun tahdid darajasida emas. Yevropaliklar tomonidan o'ta bo'rttirib ko'rsatishlar afsuski avj olib ketyapti. Ya'ni Rossiyani Ukraina urushi o'zi boradigan joyiga olib borib qo'ydi. Rossiya boyaga ruslarda o'zlarida bitta gap bor, dalshi nekuda degan. Bo'ldi, endi bu yog'iga Rossiyaning iqtisodiyoti ham, siyosati ham, harbiy, texnikaviy har tomonlama Rossiya charchadi va hali Ukraina urushidan qanday chiqadi bilmaymiz. Masalan, kuni kecha Germaniya kansleri Mersning bayonoti Ukraina Rossiya uchun bu hali boshlanishi degan javoblarni beryapti. Rossiyada tan olib aytish kerak, unaqangi qudrat yo'q, qudrat qolmadi endi. Chunki bu urush bu juda katta xarajatni talab qiladi, juda katta resursni talab qiladi, logistika imkoniyatini, texnologik imkoniyatlarni talab qiladi va Rossiya borgan sari biz Rossiya bilan ham do'stmiz, Ukraina bilan ham do'stmiz tan olib aytishimiz kerak, lekin tan olaylik, urush Rossiyaning ham, Ukrainaning ham sillasini quritdi. Bugun ikkalasi ham juda bir murakkab vaziyatda. Shuning uchun ham Rossiyadan biz ya'ni butun dunyo haqiqiy tahdid qidiraverishi bu yonayotgan olovga kerosin sepish bilan barobar. Shuning uchun g'arb davlatlari ham Rossiya bilan balki yechimini topish bo'yicha hamkorlik qilmog'i kerakdir. Chunki bugun butun dunyo hamkorlikka muhtoj, urushga emas. Ya'ni vaziyatni battar chigallashtirish bugun hech kimga kerak emas.